Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 1000 ta like degandim, 1700 tadan ham oshirib yuboribsizlar. Oldingi videomizda borlar. Bu videoga ham like ni bosinglar, chunki bu videoda sizlarni borlar konkurs kutyapti va meni xursandchiligim kutyapti borlar. Chunki amerikalik bitta donatorni shunaqa donator o'zi ham bor-ku, bratan bizga challenge beryapti. Ya'ni har bitta kill deydi $25 bizga barabanda qaysi orужие tushsa, o'sha brat bilan birga bir o'ynab, men $500 gacha pul yutib olishim mumkin ekan. Chunki har bitta kill $25 20 ta kill qilsam $500 bo'ladi. Men o'ylayman, sizlar bu videoga like obuna bosasizlar deb o'ylayman. Chunki mana shu $500 ni agar yutib olsam men sizlarga shunaqangi katta konkurs qilib beraman, ya'ni 100 tadan ko'p airplan tarqatamiz bolalar. Shu uchun like ni bosamiz va biz esa ketdik bolalar. Mana o'sha amerikalik bratan, Shaha bolalar. Bu bratanimiz hozir mikrofonni yo'qolmaydilar. Sababini mana shu bir tarafga qo'yaman, ko'rishingiz mumkin. Hozir yo'lda, ularda ertalab, bizda kechqurun bu bratan, qarochi katta mashina haydaydilar Amerikada, pullari ish qilib pullari borlar, shu ish qilibda, tushundinglarmi? Bu deganiki shu ish qilib degani. Bo'lmasa biza ketdik borlar. Barabanga ham yetib keldik. Hozir qaysi orужие tushsa, o'sha orужиеda men har bitta killimga $25 dan olaman. Bo'lmasa borlar, ketdik. Iltimos, faqat pistolet yoki skоворodka emas, iltimos qilaman. Chunki $25 dan sizlar uchun yutishim kerakman borlar. Bilasizlar, konkurs qilaman dedim. Men sizlarga aytib o'tib ketay, bu qaysi orужие bolalar? Drabovik, ikkita o'qi bor. Bang, bang otadi. 20 ta kill qilishim kerak. Like ni bosinglar, men ketdim qarochi. Bo'lmasa biz boshladik. Bilishim bo'yicha bu brat yoki MK da yoki-da M24 da o'ynaydi. Men esa o'sha sizlar voy, yotgan orужие MK da o'ynaydiganlar bu kishi bolalar. Davay. Men tedemchi bo'lganman, brat. Yo, hazırlaştım brat, oldun edi u. İltimos. 20 ta. Blue team has scored for the first time. Xarosh, birinchi kill bor, bu deganiki $25 bor. Davay. Mazza bor, men qo'rquvdim bolalar. $50 bor. Yaxshi. Voy, unaqa iltimos. Yaxshi. Zo'r. Bolalar. Men hozir nima qilib bo'lsa ham 20 ta kill qilib $500 olmoqchiman. Agar undan ko'p qilsam, voy, tasavvur qilasizlar. Bu kishi ham dravoyga oldi endi mazza qilib o'ynash uchun. Iltimos, 8 ta kill. Voy. Brata. Qochaylik. Mantik dokun, iltimos. Iltimos. İltimos kill. Brada, konteynerdan chiqdi. Давай. Namicha qiyin bo'ldi. Iltimos 20 ta kill qilay, 2 ta killdan o'tmayapman. Yig'laveraman hozir, iltimos. Biz ochiradan endi. Zo'r, biz yeymiz sizni. Biz yeymiz. Davay. 17 ta kill. Men o'zimga ishonaman. Davay, push qiling brat. Push qiling. Iltimos, brat, push qiling, iltimos. Yaxshi. Bu kishi draboyga olmoqchiman, ha? Xitri.
Mayli. Iltimos 17 ta dona kel. 17 ta dona bo'ldi. Boshqa menga kerak emas ishim. 17 ta dona kel kerak bo'ldi. Boshqa ishim kerak emas. Endi yeyman men sizni. Iltimos 20 ta dona. 17 ta qoldi o'zi. Ha? Oy, xarosh. Oy, молодец, suyta. 16 ta qoldi. 16 dona kill borlar bo'ldi, meniki bu. Otmay faqat bilan jon ukam. Voy. Anaqasiga? Voy, bo'ldi, biroq men draboyik bermasligim kerak, tushunyapsizlarmi? Draboyik bersam o'yin qiziqarli bo'lmayapti. MKda. Давай. Emas faqat. Voy, iltimos, nimaga? Nima uchun? Voy. Qanday o'ldim men, ha? Bu safar emas. Bratuxa. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Bu safar emas. Ha? Zo'r. Namoy, brat. 13 ta kill bolalar. 13 ta dona, iltimos. 13 ta kill, brat. Bilaman, brat. Beznavshik o'ynayapsiz, yo'ldasiz, pura haydayapsiz, hozir bilaman. Iltimos. Voy. Iltimos. Voy, ikkita berayman-ku. Otmayapti, brat, otmayaptilar. Alda yo'q, otayotgan lazlashdi. Yutuq ko'paytirish uchun men sizlarga hozir bitta life hack o'rgatib o'tib ketaman. Buldrop.uz saytiga kirasizlar. Saytga kirgandan keyin bolalar, mana bu yerda hisobni to'ldirish qilasizlar. Keyin esa 100 ming so'm balansga to'ldirasizlar. To'ldirib bo'lgandan keyin promokodni kiriting degan joyiga katta harf bilan SUETA promokodini kirgizamiz. SUETA va faollashtirish qilamiz. Ko'rishinglar mumkin, bizga 20% bonus beryapti. Keyin esa bolalar, sizlarga 100 ming so'mning ustiga 20% bonus beradi. Va keyslar bo'limiga o'tasizlarda, o'zingizga yoqqan keysni tanlaysizlar. E'tiborli bo'linglar. O'zingizga yoqqan keys. Qaysi keys yoqsa, o'shani ochasizlar. Xo'sh, menga yoqadigan keys BMW bilan Mercedes edi, lekin men hozir sizlar bilan boshqa keys ochmoqchiman. Ya'ni moshil bor, boshqa mashin, ya'ni BMW emas, Mercedes emas. Kelinglar sizlar bilan Nissan keysini ochamiz. Nissan keysini 5 talik qilamiz. Sizlar ham 5 talik qilasizlar keysda va o'rtacha xavf qilasizlar. Keyin esa ochamiz. 9200 ga ochayman. E'tiborli bo'linglar, qaranglar. O'rtacha xavf. Birinchi 5 ta ochish, o'rtacha xavf bilan ochasizlar. Mana 5 ta ochasizlar, o'rtacha xavf. 7200. Endi orqaga qaytamizda 3 talik 5544 ga ochamiz. Ketdik. 5544 ga 3 talik ochayman. Sizlar ham boshqa keys ochsanglar 3 talik ochinglar. Xo'sh, o'rtacha xavf bilan bizga hozir bolalar 5500 ga ochdik, bizga 8323. Bu sizlarga life hack. Faqat 100 ming so'm to'ldirgandan keyin bo'ladi. Ya'ni balansingizga 100 ming so'm kiritasizlar va Suita promokodini kirgizib, mana shu ishni qilsanglar bo'ladi. Tushundinglar, bolalar? Xohlagan keysingizga. Xo'sh, life hackni tushundinglar? Endi men mana shu keysni qandaydir bir 10 taligini ochkim kelyapti, ya'ni 18100 ga, lekin yo'q. 5 talik ochamiz, yana 9200 ga va ko'rishinglar mumkin hozir bizga nima berar ekan 9200 ga. Bizga esa 9200 ga bolalar hozir 12627 beryapti. Mana shuncha yusini biza
PUBG Mobile akkauntimizga kirgizib, xohlagan narsalarimizni ochsak bo'ladi. RPni 100 qilsak bo'ladi. ID karta olsak bo'ladi. MKni materialini olib, MKni ko'tarsak bo'ladi. Xohlagan narsa ultimate ochsanglar bo'ladi. Yaqinda yangi mumiya keladi, mumiya ochsanglar bo'ladi. Sizlarga bolalar bulldrop.uz sayti yordam beradi balansinglarni UC'laringizni ko'paytirishga. Tushundinglar, bolalar? UC'laringizni esa chiqarib olish qilasizlar va yutgan UC'ni miqdorini yozasizlar va UC'ni chiqarib olasizlar. Hech qanaqa bu yerda umuman qiyin joyi yo'q. Faqatgina hozir bu yerda qiyin joyi bu sizlarni like bosmaslaringiz. Ya'ni bosib beringlar like-ni iltimos sizlardan. Pabratski like. Bu yerda esa yana eslatib o'tib ketay, promokod Suyeta yokida Suyitabek. Biz esa ketdik. Bu kishi shunaqa ot ekanlarmi, bilmayman. Otayotgan ekanlar. 8 bu deganiga 12 ta kill qoldi, to'g'rimi? 3,5 minut vaqtimiz bor. Iltimos 12 ta kill. Umrda kill iltimos 3,5 minut vaqtimiz bor. Voy. Ana bu boshqa gap. 10 ta kill. Iltimos 3,5 minut vaqtimiz bor. Zo'r bolalar. 9 ta kill. Zo'r. İltimos. Saksı kill iltimos. İltimos fakat saksı kill. Bitta bilan urmaydi. Killing spree for the blue team. Bolalar 7 ta kill. Bolajonlar 7 ta kill. Radnoylar. Meni 500 dollar kutmoqda. Men konkurs qilaman. Davay. Brat, iltimos botga o'xshab o'ynamang. Shunga ham kommentariy yozishadi. Bular iltimos. Qanday? 4 ta kill. Problemamanmi? Bormi? Voy! The blue team's streak has just been put to an end. İltimos, 1,5 minut vaqt, 4 ta kill. İltimos. Voy jonimni. İltimos. Voy. Böyle. 3 ta kill, bobur. Suyta. Senga hamma ishonyapti. Bolalar ishonyapti. Bolalarga konkurs qilib berishing keraksan. Suyta. Voy. Boshqa ilojim yo'q edi. Iltimos kechiring meni, brat. Beş sekund iltimos, brat. 35 sekund. Realni bolalar. Men The azashmayman. blue team leads with 30 seconds 29 left. sekund. Bitta kill. 29 sekund bitta kill. 25 sekund bitta kill. 20 sekund. The blue team is in the lead. İshonmagandim, to'g'risi bolalar, umuman ishonmagandim, lekin ko'rishinglar mumkin. Bu bratan bilmayman qayerdandir paydo bo'lib qoldi, bir
planetadan tushib qoldilarmi? Tushunmay qoldim o'zi ham. Lekin bolalar, hozir sizlar like, obuna bosib bersanglar, ya'ni likeimiz bizani 1,5 mingtadan oshsa, bu bratan bizga qanaqadir WoW kartani ichiga 10 tacha RP'li qanaqadir o'yin qilib berar ekan. Ya'ni obunachilarimiz bilan birga. Lekin likeimiz bizani 1,5 mingtadan oshishi kerak ekan. Sizlarga ishonaman bolalar. Omad.